Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Atrofimizdagi ishlar programmamizning ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men programmamizning riyosatchisi Shamsiya Abaydulla. Programmamiz orqali atrofimizda yuz berayotgan ishlardan vaqtida xabardor bo'laysizlar. Tirishchan yosh Asqar Hamdulla avtonom rayonimiz bo'yicha ko'zga ko'ringan 10 munavvar yosh qatoridan o'rin oldi. Asqar Hamdulla o'zining tirishchan ro'yi va ilmiy tadqiqot natijalari orqali avtonom rayonimiz bo'yicha ko'zga ko'ringan 10 munavvar yosh qatoridan o'rin oldi. Mana bular şu HMM model asosidagi Uyg'urcha ovoz tonuvchi sistemasining qadam bosqichlari. U 34 yoshga kirgan bo'lsa-mu, lekin uchur fan texnikasi ham elektron ilmi jihatda mo'l bilim qurilmasiga ega bo'lgan eng yosh postdoktor, professor, aspirant yetakchisi. U yoshligining har bir qadamini o'rganish ham tadqiqot bilan bosqashqa hayotining eng go'zal mazgillarini mana shunday esil ma'nolarga ega qilgan. O'rganishda har vaqt birinchilikni qo'g'lashadigan Asqar Hamdulla boshlang'ich maktabga kirgandan tortib izchil sinf boshlig'i bo'lib, 1991-yili Xinjiang universitetining fan texnika sinfiga qabul qilindi. 2 yil tayyorlikda o'qigandan keyin Sichuan elektron texnikasi universitetiga qabul qilinib, aloqa qurilish kasbini sinf atlab o'qib, 3 yilda to'liq kurs diplomini oldi. To'liq o'ttirg'icha Uyg'urcha o'qigan Asqar Hamdullaning bu natijasi boshqalarni hayron qoldirdi. U 1996-yili Xinjiang universiteti uchur texnika va qurilish institutiga xizmatga taqsim qilindi. O'rganishga bo'lgan kuchlik orzusi uni davomli aspirantlik ham doktorlikda o'qishga undadi. Xinjiang universiteti rahbarligining qo'shilishi bilan xizmatdan ayrilib, Sichuan elektron texnikasi universitetiga o'qishga berib 10 yil o'qidi. 10 yil jarayonida u xanzu tili ham ingliz tilini puxta egallab, yengilnishi intayin tez bo'lgan uchur aloqa elektron texnikasi bilimlarini qayta qilib o'rganib, postdoktorlik unvoniga erishdi. U bu kasbdagilarga ehtiyoji yuqori bo'lgan chet ellardagi shirkatlarning takliflarini rad qilib, Xinjiang universitetiga qaytib kelib, g'olliq o'qituvchiga aylandi. Asqar doktor kelgandan keyin bizniki asosiy fanlarda bir dars o'tib, bo'libmi? Bizning milliy bolalarningki asosini turg'izsam degan orzusini o'tirib qo'ygan. Kollektiv darsini olgandan keyin bu dars o'tish saviyasi odatdagi bizning o'qituvchiga qaraganda favqulodda farqlangan. O'zining o'sha hozir aytayotgan o'sha tadqiqotiga moslashtirib darsdan so'zlagan. Shuning bilan bu bolalar bu darsga bo'lgan qiziqarligi farqlar ko'tarilmagan. O'quvchilarga tushunishlik, atrofliq, amaliy misollar orqali qiziqarli dars o'tish Asqar Hamdullaga taskanmadi. Kun-kunlab kompyuterga mixtak qadilib, tadqiqotlarni cho'nqurlashtirish uni charchitanmadi. Ammo avtonom rayonimizning uchur aloqa kompyuter texnikasining navbatdagi taraqqiyot qadamiga yetishmasligi, bu sohadagi ixtisos egalarining kam bo'lishi uni titit qildi. Bizning davlatimizning masalalik o'rinlari bizning shu Uyg'urcha, Qozoqcha, Qirg'izcha, shu osonlik millatlarningki tilini bir taraf qilish to'g'risida nurg'ulg'an siyosat, nurg'ulg'an mablag'lar bilan ta'minlayotdi. Mablag' jihatini hozir bizda yetib oshidi. Ko'p bizga hozirgi ehtiyoj bo'layotgani shu odam kuchi. Buningda bizda hozir o'zimizniki shu aspirantlarga tayinyapmiz. Odatdagi bizning tadqiqot ilib borgan vaqtimiz oqshimi, shanba, yakshanba deganda kunlarda biz shu kunlar hammamizning ta'til vaqtlarimiz, boshqalarda bayram qilgan vaqtlarda biz o'sha tadqiqot ilib boramiz. Chunki bu vaqt bizga nisbatan intayin muhim. Uchur aloqa kompyuter texnikasidagi nurg'un bo'shliqlar bir necha odamning kuch chiqarishi bilan to'liqlanmaydiganligi uni texmi o'ylantirdi. Shunga bu sohadagi nuqtaliq tadqiqot turlarini zimmasiga ilishga har vaqt tayyor turdi. Men hozir shu avtonom rayon va davlatning munosabatlik organlariningki tasdiqlagan shu tadqiqot turiga asosan shu ko'p xil til yoziq uchur texnikasini bir taraf qilish nuqtaliq tajribaxonasida tuvandagi 3 jihatdan tadqiqot olib boryapman. Birinchisi shu Uyg'ur, Qozoqcha, Qirg'izcha til yoziq bir taraf qilish to'g'riliq. Yoziq bir taraf qilish jihatda o'sha yoziqni aql idrokga kirgizish, uni ko'riklashtirish yoki tuzitish, yana birisi til jihatdan shu
Uyg'urcha, Qozog'cha, Qirg'izcha tillarni kompyuterga to'ntish yoki kompyuterni Uyg'urcha, Qozog'cha, Qirg'izcha so'zitish. O'sha jihatdan. Ikkinchi bir tur shu tor ishlatilishi tadqiqot to'g'risida. Buningda birisi yiroqdan o'qitish sistemasi, ikkinchisi tordagi izlash motori yasash jihatda. Yana birisi shu torda hamkorlashib nurg'ulg'an davlat ichidagi va sirtidagi munavvar programmalarni Uyg'urcha, Qozoqcha, Qirg'izlashtirish tadqiqot to'g'risida. Uchinchi bir cho'ng tur bo'lsa, shu ko'p medialik uchur texnikasi to'g'risida. Buningda o'qitish medialarini yasash, yana birisi karton filmlarni ishlash, yana birisi e'lonlarni ishlash, yana birisi mavhum reallik texnikasi. Davlat ham avtonom rayon darajalik nurg'un tadqiqot turlari bir necha mutaxassislarning zimmasiga yuklanib, ixtisosliklar qahatchiligi ko'rilayotgan paytda Asqar Hamdulla butun kuchi bilan magistr aspirantlarni tarbiyaladi. Ularni muhim tadqiqot turlariga qatnashtirib, Xinjiang Universiteti Uchur texnika va qurilish institutida barliq o'qituvchi o'quvchilar o'rtaq nishon uchun o'rganadigan, o'rtaq tadqiqot uchun tirishadigan, izlanadigan kayfiyatni barpo qildi. Men bu yil to'liq kursni bitirib, aspirantlikka yangi kirdim. 9-yildan boshlab o'qiyman-da. Biroq, garchi aspirantlikda boshlamagan bo'lsak-mu, bizni Asqar Ma'lum o'sha akirib, oldi bilan o'sha tadqiqotlarni qanday olib berish to'g'risida amaliyotda nihoyat yaxshi bizga yetakchilik qilyapti. Ovoz to'ntish sistemasi Asqar Ma'lum yetakchilik qilayotgan tema. Hozir biz Asqar Ma'lumning yetakchiligi ostida hozirgacha bir dastlabki qismni ishga oshirdik. Biz unalg'ini ochmoqchi bo'lsak, buni unalg'i o'tsak, shu ovoz tunib, unalg'ini chiqarib berish kerak bizga. Shunlashqa albatta deb taqayli. Unalg'ini ichib berdi. Unalg'ini ichib bergandan keyin yana hisoblag'ich bor buningda. Hisoblag'ichni ichib berdi. Shu hamma narsani ovoz bilan boshqaramiz, qo'lni hech qanday ishlatmaymiz. Eng oxirgi maqsadimiz shuni amalga oshirmoq. U elektron fakultetining mudiri, partiya yacheykasining shujisi bo'lish sifati bilan fakultetning darslik qurilmasi, o'qituvchilarning kasbiy tarbiyalanishi, partiya a'zolarining tarbiyalanishi qatorli xizmatlarni jon dili bilan ishladi. O'qituvchilarni yetaklab, elektron kasbiga doir yangi darslik materiallarini tuzdi. Professor Asqar doktor maktabimizningki 211-chi nuqtaliq o'qitish qurilishi sohasida bizning mushu institutimizningki elektronika aloqalashish texnikasi mushu bir yo'nalishning asosi qo'lliq yetakchisi bo'lib, mushu sohada nurg'un tadqiqotlarni ilib beryotdi va zo'r natijalarga erishdi. Undan boshqa davlat tabiiy fan fondi sohasidagi muhim bir tadqiqot turimiz Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz yoziqlarini jiroqdan o'qitish sistemasi. Mushu tadqiqotga mas'ul bo'lib, yosh o'qituvchi va aspirantlarni tashkillab, hozir mushu sistemada Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz yoziq uchurlarini bir taraf qilishning jiroqdan turib uzitish, qabullash, o'qituvchidan o'quvchining orasida o'zaro o'qitish almashtirish. Mushu bir amaliy ishlarni ishlab chiqdi. Yaqin arada bu tadqiqotimiz mahsulotga aylanib, jamiyatga har qaysi o'ttir boshlang'ich maktablarning jiroqdan o'qitish ishlariga mulozimat qilmoqchi. Asqar Hamdulla fakultetning ma'muriy ishlari, o'qitish ham tadqiqot xizmati bilan intayin aldirash bo'lsa-mu, o'zining yangi tadqiqot natijalarini, tadqiqot tasavvurlarini ham tajribalarini yakunlab, nuqtaliq jurnallarda 10 necha parcha ilmiy maqola e'lon qilib, kasbdoshlarining e'tirof qilishiga erishdi. Asqar Ma'lum buni qisqagina 3 yilning ichida bizning tayanchi tadqiqotchimizga aylanib qoldi-da endi. Hozir bizning shu ko'p tilliq uchur texnik tajribaxonasida 3 tadqiqot bo'limiga mas'ul. O'zi kamtar, tirishchan. Yana birisi bu Asqar Ma'lumning bir yaxshi alayligini vallar nihoyat obdan tashkillab, yetaklab obdan ishlab ketib Odam qancha ko'p o'rgangan sari o'rganishga tegishli bilimlarning shuncha ko'p ekanligini cho'nqur his qiladi.
Asqar Hamdulla o'rgangan bilimlari orqali uchur fan texnika, elektron kasbidagi nurg'un bo'shliqlarni to'ldirayotgan bo'lsa-mu, hal qilishga tegishli nurg'un masalalar uning talantini joriy qildirishni kutib turmoqda. Bundan keyingi ishlarimda Uyg'urcha tunutish, Uyg'urcha farqlantirish mushu sistemasini texmo yuqori darajaga ko'tarmoqchi. Yana birisi mushu o'qitish jihatda mushu ko'p aspirant, mushu doktor aspirant, magistr aspirant tarbiyasi orqali mushu Xinjiangga ehtiyojli bo'lgan, texmo ko'p bo'lgan mushu izbasarlarni yetishtirsam degan umiddaman. Endi siz bu yil avtonom rayon bo'yicha ko'z ko'ringan 10 yoshdan biri bo'lib bağlandınız. Yoshlarga bo'libmi, yosh o'qituvchilarga nisbatan o'zingizning qanday taklif fikrlar bor? Tirishchilik bo'lmag'achqa ko'pincha yoshlarimizda, ko'pincha o'quvchilarimizda yarim yo'lda voz kechadigan bunday ahvollar yuz beryapti. Shunga men yoshlardan kutadiganim birisi tirish kerak. Yana birisi har qanday fursatdan to'liq foydalanish kerak. Hörmətli televizor köygüçülər, proqramımızın bu qismi müşahidə axırlaşdı. Köngül qoyub köygünüzlərə rəhmət. Kelər həftə görüşəylik. Xeyir xoş.